Bismillahirrohmanirrohim. Mana bu oila alohida va munosib chodirga muhtoj oiladir. Ko'rib turganingizdek, ularning hozirgi chodiri eskirib ketgan matodan iborat. Bu kichik chodirda taxminan 5 nafar oila a'zosi yashamoqda. Chodir juda tor. U deyarli chodir emas, balki kanusimon shaklda bo'lib, uning ichida odam tik turishi ham qiyin. Biz o'zbek birodarlar jamoasi mana shunday eng og'ir ahvolda yashayotgan oilalarni izlab topishga harakat qilmoqdamiz. Allohning izni bilan sizlarning ihsoningiz evaziga ularga munosib yashashi uchun yangi chodirlar taqdim etmoqdamiz. Alloh sizlarni barakotli qilsin, aziz birodarlar. كم من أناس كالمطر مروا وقد تركوا الأثار لله ساروا مخلصين فنعم دار المستقر فنعم دار المستقر أحسن لغيرك بالعطاء تجد السعادة في الخطى وتعيش حياتك هانئا بالصالحات لتربطا بالصالحات لتربطا تخفي يمينك بذلها وغدا ينالك ظلها وغدا ستدنو جنة للمحسنين فمن لها أحسن لغيرك بالعطاء تجد السعادة في الخطى وتعيش حياتك هانئا بالصالحات لتربطا بالصالحات Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salovat va salomlar bo'lsin. G'azoning qamal ostidagi sabrli ahli hanuzgacha og'ir sinovlarni boshdan kechirmoqda. Musibat ortidan musibat kelmoqda. Ana shunday og'irliklardan biri ularning chodirlarda yashashga majbur bo'lganidir. Bu azob esa chodirlar eskirib, yaroqsiz holga kelganda yanada og'irlashadi. Alloh taoloning fazli. So'ngra siz o'zbek birodarlarning yordamingiz sababli biz ushbu oilaga yangi chodir olib kelib o'rnatdik. Ularning eski chodiri qariyb 3 yildan beri xizmat qilayotgan, eskirib ketgan oddiy matodan iborat edi. Alloh taolo sizlar bu oilani quyoshning jazirama issig'idan pana qilganingiz kabi, sizlarni ham hech qanday soya bo'lmaydigan kunda o'z arshi soyasida panohida asrasin. Bu sadaqa haqiqatan ham unga eng munosib bo'lgan oilaga yetib bordi. Alloh sizlardan qabul qilsin, ajringizni ulug' qilsin va martabangizni yuksaltirsin. Bu go'zal ihson va eng og'ir damlarda bizni yordam qoldirmaganlari uchun ularga chin qalbimizdan minnatdorchilik bildiramiz. Bu yordam aynan eng kerakli vaqtda yetib keldi. Alloh taolo ularni eng yaxshi mukofotlar bilan siylasin. Inshaalloh, Alloh barchalaridan rozi bo'lsin.